Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga hozir kelgan sveji tovarlarimiz hamda qo'limizdagi flagman iPhone hamda trading asosida olib qolgan smartfonlarimizni inshaalloh birma-bir arzon qilamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, qiziqarli, xudo xolasa zo'r video qilamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, men sizlarga trading asosida olib qolgan smartfondan oldin hozir kirib kelgan sveji tovarlarimizning narxini tanishtiraman. Holatlari juda ham a'lo darajada bo'lgan. Snapdragon 8 Gen 1 protsessorga ega bo'lgan, tevadagi salafallari olinmagan ideal holatda eng hadovoy green rangdagi Samsung S22 Ultra smartfonimiz. Holatlarini o'zlaringiz ko'rib bitta baho beringlar. Xo'p, bu smartfonlarimiz 12256 hamda 12512 salafallari olinmagan juda ham a'lo darajada ishlatilgan. 108 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 12256 hamda 12512 narxlari 256 430, 512 esa 455 dollarni tashkil qiladi. Smartfonlarimiz narxlari sizlarga ma'qul kelsa Telegramdan yozinglar. Har bitta zakaz bergan smartfonlarning holatini video qilib tashlaymiz. To'lovlar oldindan 200 ming, qolgani qo'llaringizga borgandan keyin to'lov qilasizlar. Tezkor bitta pochta orqali O'zbekiston bo'ylab mutlaq bepul bonuslari bilan inshaalloh yetkazib beramiz. 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 2 protsessor, plus eSIMlargacha o'tgan holati o'ta ham a'lo darajada bo'lgan S23 Ultra smartfoni chegirma qilgan holatda 545 dollarga. Ketidan men sizlarga 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 3 protsessoriga ega bo'lgan S24 Ultra'ni korobka hujjatli, O'zbekistonda hali ishlamagan, plus eSIMlarigacha imekadan o'tgan holati juda ham a'lo darajada. Bu smartfonimiz 710 dollardan korobkasiz bo'lsa, 730 dollardan korobka hujjatlilarini yetkazib beramiz, xudo xolasa. Inshaalloh bemalol zakaz berib olasizlar. Xo'p, keyingi smartfonimiz Samsung tarixida eng qimmat sotilgan smartfon S21 Ultra smartfonimiz, 108 megapiksellik kamera, Snapdragon Exynos 2100 protsessor, 5000 mAh akkumulyator, 12256 hamda 16 ga 512 hurmatli obunachilar, sizlarga muntazir. Xudo xolasa bemalol zakaz berib olasizlar. Ketidan men sizlarga xuddi shunaqangi ideal holatdagi silver ranglarni ham taklif qilaman. Prosessorlari Exynos 2100 protsessor, 108 megapiksellik kamera, 12256 hamda 16 ga 512 narxlari 350, 256, 375 dollar esa 16 ga 512ligini xarid qilishlari mumkin. Yoqimli rangdagi Samsung S22 Plus beji smartfonimiz, Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, holati a'lo darajada, birorta nuqtasi yo'q, tiniq holatda. Narxini esa men sizlarga 345 dollarga qilib beraman. Xuddi shunaqangi protsessor, lekin operatikasi ham bir xil, batareyasi kichikroq S22 beji smartfonimizda yoqimli green rangda korobka hujjatli, hurmatli obunachilar. 8 ga 256, 3700 mAh akkumulyator, narxini esa 290 dollardan plus korobkasi borligi uchun qilib beramiz. Qaysi rangli sizlarga yoqsa zakaz beringlar. Xudo xolasa smartfonlar sizlarga muntazir, bemalol xarid qila olasizlar. Qo'limda Samsung S21 beji smartfonimizni tiniq holatda korobka hujjatli kirib keldi, hurmatli obunachilar. 8 ga 256, 4000 mAh akkumulyator, holati a'lo darajada, narxi 250 dollarga. Chunki korobkasi borligi uchun 10-15 dollar qimmat. Kargoga ham shunga yarasha korobkalilargacha qimmatroq yo'lkira chiqadi. Qo'limda M33 beji 100% rastamoshkadan o'tgan, bank ilovalaridan hech qanaqangi muammosi bo'lmaydi. Narxini esa super chegirmada 129 dollardan 6 ga 128 bejida qo'llab-quvvatlaydigan M33 beji smartfonimizni hoziroq pastdagi nomerlarimizga murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. S24 Plus beji smartfonimiz 12 operatika, 512 xotirali, 256 xotirali, plus eSIMlarigacha o'tgan holati juda ham a'lo darajada. Hozirgi kunda 490, 500, 510 gacha S24 o'zi sotilyapti. Men sizlarga 530 dollarga plyusini taklif qilaman. Foydalanib qo'yinglar. Holati juda ham a'lo darajada. Snapdragon 8 Gen 2 protsessor, 8 ga 256 hamda 8 ga 512 S23 Plus beji smartfonlarimiz. eSIMlariga 4 ta 5 ta sim karta ulab olsa ham bo'ladi. Batareyalar 4700 mAh akkumulyator. Holatlari zo'r holatda, narxi 420 hamda 435 dollarni tashkil qiladi. 256 hamda 512. Arzonroq smartfon so'raganlar uchun Samsung A12 5000 mAh akkumulyator, dual sim kartali, holati zo'r holatda. Narxini 51 dollar qilib beramiz. Redmi Note 9 364 dual sim kartali, holati zo'r holatda 55 dollarga.
Xo'p, barterda hisobga olib qolganimiz super chegirmadagi S21 Plus beji smartfonimizni to'g'risi g'ilofsiz ishlatishganini hisobiga ekranlari toza, lekin korpuslarida, qirg'oqlarda shilingan joyi bor. Hozirroq buyurtma beringlar. $210 super chegirmada taklif qilamiz. Tevadagi salafanlari olinmagan, holatlari zo'r holatda bo'lgan Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 108 megapiksellik kamera, 12256 S22 Ultra qora ranglisi, faqat shu kirishkasida ozgina siniqchasi bor, hurmatli onajon. Shuning uchun $430 ga 256 taligini olgandan men sizlarga bitta sal orqa kirishkasi sinig'i bor, lekin kirishkasi radnoy. Tevadagi salafanlari ham turibdi, tiniq holatda qolgan joylari. Ekranlarda ham xudo xolasa hech qanaqangi muammosi yo'q. Super chegirmada hurmatli onajon foydalanib qo'yinglar. $377 ga qilib beramiz. Inshaalloh bemalol zakaz berasizlar. Redmi Note 13 full box holatda, korobka hujjatlari bilan 8 ga 256, ekranlari AMOLED, ko'ziga xudo xolasa nihoyatda ziyoni kam. Narxini esa $155 ga qilib beramiz. Redmi Note 12 Pro 8 ga 256, korobka hujjatli zaryadchilarigacha original tiniq holatda ishlatilgan, hatto zavodskiy broni plyonkalari ham olinmagan ekan. Albatta Telegramdan yozinglar. Har bitta smartfonni shunaqa qirg'oqlar bilan video qilib tashlaymiz. Yo'qsa oldindan 200 ming to'lov qilasizlar. Buni narxini men sizlarga $165 ga taklif qilaman. Samsung A16 ni 8 ga 256, 5000 mAh akkumulyator, rasman 1 yil servis garantiyaga ega. $160 ga dual sim kartali tiniq holatda 10-15 kun ishlagan xolos. Egalari tushunadilar. O'sha gapni biz sizlarga yana takror aytyapmiz. A53 beji smartfonimiz hurmatli onachilar, 6 ga 128, dual sim kartali, holatlari zo'r holatda, hech qat'iy almashmagan xudo xolasa smartfonimizni hamma joyi ishlab turibdi. Zakaz beringlar, super chegirmada korobka hujjatli dual sim kartaligini $135 ga qilib beramiz. Xo'p. Eng ideal holatda birorta nuqtasi yo'q Samsung S21 beji smartfonlarimizni sizga qaysi ranglisi yoqsa hozirroq murojaat qiling. Bunaqa ideal holatda hali O'zbekistonda ishlamagan, katta kolleksiyada ancha-muncha do'konda hozirgi kunda yo'q bo'lsa kerak. Men sizlarga 8 ga 256, 4000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan Samsung S21 beji smartfonimizni $240 dan O'zbekiston bo'ylab mutlaq bepul tezkor BTS pochta orqali ishonchlarini oqlagan holatda xudo xolasa yetkazib beramiz. 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 3 protsessordan jihozlangan Samsung S24 Ultra ni korobka hujjati yo'q. Xotiralari 256 ikkalasini ham, lekin plus esimlargacha o'tgan, holati juda ham a'lo darajada $710 dan. Bu ham xudo xolasa chegirmada. 200 megapiksellik kamera, Snapdragon 8 Gen 1 protsessor bilan 2 protsessor bilan jihozlangan S23 Ultra ni TVdagi salafanlari olinmagan, faqat shu pastida bir yinani 3 da petnos bor. Qolgan joylari ideal holatda turibdi. Ekranlardan xudo xolasa dog'-pog'lari, pechat-mechatlari yo'q. Super chegirmada $530 ga taklif qilamiz. Foydalanib qo'yinglar, bu hammasi sizlar uchun. iPhone 14 Pro Max hurmatli onachilar 256, 86 tiniq holatda. Faqat shu Telegramdan yozsalaring, stiklovlarda ozgina shilingan joy bor, lekin narxini eshitib aniq hayratda qolasizlar. 256, 86 yo'mkiz korobka hujjatli iPhone 14 Pro Max'imizni $655 ga super chegirmada hurmatli onachilar foydalanib qo'yinglar. Bunaqa narxda xudo xolasa yo'q. Xuddi shunaqangi holatdagi, buni ekranda siklosda chizig'i yo'q, holati zo'r holatda, buni qattiq qilib ishlatib berishgani uchun qirg'oqlarda saslashilingan joylari bor. 88 256 korobka hujjatli $655 ga. iPhone 14 Pro da 256 ham hozirgi kunda 640 650 bo'lyapti. Atiga 2 dona bemalol foydalanib olishlaringiz mumkin. Xo'p, ketidan super chegirmada iPhone 15 Pro Max smartfonimizni hadavoy natural ranglisi, korobka hujjatlari bilan regionlari Yaponiya region, sim karta bitta esim tushadi. Narxi $790 ga. Bu ham xudo xolasa super chegirmada. iPhone 14 Pro Max'larimizdan Amerika region emas, bemalol sim karta qo'yib ishlataverasizlar. Xo'p, keyingi smartfonimiz iPhone 13 Pro simlari bilan Amerika region 128 87 $490 ga. iPhone 12
Blu-rayda 78-64 talik 267 dollarga korobka hujjatli super chegirmada bu ham, xudo xolasa foydalanib qolasizlar. Videoda oxirida men sizlarga zo'r taklif qilib beraman, hurmatli obunachilar. 100 yomkiz batareykalar usulining o'zimiz qo'ydirdik. Bugun 64 talik 100 hamda 128 talik 100 yomkizda. Holatlari shu bor. Yo'q demaymiz, ozgina qirg'oqlarda shilingan joylar bor. Batafsil Telegramda yozsalar video qilib, ponni afzal qilib tashlab beramiz. Yo'qsa inshaalloh zakaz berasa, lekin narxi qaranglar. 100 yomkiz 128 hozirgi kunda 285 dollar bo'lsa, men sizlarga super chegirmada 235 dollarga taklif qilaman. 64 talik 100 yomkiz holati zo'r holatdagi iPhone 11 esa 249 dollardan sotdik. Bundan oldingi videomizni ham ko'rgansizlar. 205 dollarga berishga tayyormiz. Xudo xolasa foydalanib qo'yinglar. Bular hammasi sizlar uchun. 5-10 minut o'tgan vaqtlaringizni archimaysiz umiddamiz. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, albatta kommentariyaga omad so'zini qoldiringlar. Sizlar yozgan, arzimagan yozgan sahifalar ham bizga yana ham motivatsiya, kuch-quvvat beradi. Bundan ham arzon narxlarda video qilishda davom etamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.